To'g'ri savolga javob berganlar shokolad yeyish imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshladik. Birinchi sizga savol. Osmonning rangi qanday? Juda qiyin savol. Osmon rangi ko'k. To'g'ri. Bitta shokolad olishingiz mumkin. Xo'p. Arslonjonga savol. Arslonjon, odam tanasida nechta suyak bor? Uyatamasmi yoshingizni qarang. Solihaga savol. Birinchi savol o'tkazib yubordingiz, o'g'lim, keyingisiga harakat qilasiz. Soliha, senga savol. Quyoshga eng yaqin sayyora. Nima biladi? Xo'p, keyin sizga savol dadasi. Xo'p, dadangga savol. Haftada nechta kun bor? 7 kun. To'g'ri, shokolad oling. Arslonjon, sendagi imkoniyatni ishga solasan, o'g'lim. 19 karra 8 necha bo'ladi? Shu oson. Xo'p, yana boshqa savol beraymi? Siz bu savolga javob bering, xo'p? 19 karra 8. 19 kere 8 150 ga. Mana ko'rding, dadang javob bera olyaptilar. Dadangga yana savol. O'zbekistonda nechta fasl bor? 4 ta. Arslonjonga savol. Arslonjon, dunyodagi eng baland tog' qaysi, bilasan? Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang.